O maxliyo, qani maxliyo? Voy, sen nima qo'ssam? O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Yop ketaman, bermayman xolodilnik 149 mingga. Voy, sen ham chiqqin bu yoqqa. Bu sen uchun ham, klientlarimiz, mijozlarimiz uchun ham mashhur o'tgan 2 kamerali xolodilnikni atigi 149 ming so'mga qo'yib qo'yganmiz. Bundan bemalol xalqimiz olib foydalansa bo'ladi. Men ko'rayotgan Ariston 80 litrlik qalinini va eng so'nggi rusumlisini atigi 79 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Qo'lingda pilisosni ham 79 ming so'm qo'yganmiz. Klientlar kelsa, o'zing kutib olgan va o'zing xuddi shu narxdan qilib bergin. Qaranglar, bu sinimizni yangi yo'lda xuddi shu do'konda savdo qiladilar. Agar xohlasanglar sizlar Olmaludan va Bukadan xuddi shu narxlarda va xuddi shu aksiyamizdan foydalanib qolsanglar bo'ladi. Pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Eng zo'rini sizga ulashib, qarang, bunaqa xolodilnikni bunaqa narxdan boshqa do'konlardan javob beraman, topolmaysiz. Eng qizig'ini aytib o'tamiz. Bilasan, bizning do'konda pasporti borlarning o'ziga, plastiki borlarga va aylanma kartalarga qo'shimchasiga, mashinasi borlarni texpasportiga ham xuddi shunani rasmiylashtirib beramiz. Okalar 724 aloqaga chiqinglar, sizlarga javob beramiz. Kommentariyaga yozinglar va xuddi shuni xolodilnik, pilissos olmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa Ariston olmoqchi bo'lgan, bitovoy texnika, mebel gilam olmoqchi bo'lgan do'stingiz jo'natib qo'ying. Bunaqa narxlar faqatgina qayerda bo'ladi? Texnobrend do'konlarida. Pastda aloqaga chiqishlar uchun nomer qoldirganmiz. Ko'rganda ko'rishguncha.